Sonlar davrasida bitta savol bo'lib qoldi menga. Alisher, mana shu yashagan ayollaringizni yaxshi ko'rganmisiz, sevganmisiz degan savol bo'ldi. Va u yerda meni bir javobim bo'ldi, shuni sizlar bilan bo'lishkim keldi. Albatta sevganman. Ayollarim, farzandlarimning onasi, yaxshi ko'rganman, hurmat qilganman hamisha. No, orasida bittasi bor. Bitta yoshi kattaroq baba yagasi bor. Endi shu xato qilib qo'ygan joyim shu bo'lgan. Shu bittasi ajrab turadi. Unda hech qanaqa his-tuyg'u bo'lmagan menda deb to'g'risini tan oldim. Lekin hech qanaqa foydasi tegmagan, menga naf tegmagan deyolmayman. Hozirgi kunda foydasi juda ham katta tegyapti baba yagani. Chunki ham kichkina qizim bilan o'g'lim uxlamay qolsa kechasi rasmini ko'rsataman-da, ko'zing baba yaga kelyapti desam, shunda bolalarim uxlab qoladi. Shu tomoniga ham rahmat.